Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar va Kaliforniya Begom's biznesiga qiziqayotgan o'rtoqlar. Inshaalloh mana bugun shogirdlarimizga kelganmiz. Cho'lchanamizni ko'payish jarayonlarini ko'rib o'tyapmiz. Inshaalloh mana urug'lab, lichinka qo'yib ancha tayyorlaganmiz. Bir oylar bo'ldimi aka? Bir oyga yaqinlashdi. Bir oy ichida natijalar ko'rib o'tamiz inshaalloh. Mana shunday joylar daraxtlarga soyalar qilingan. Inshaalloh ana shunday ko'payib cho'lchanlarimiz o'ta sifat darajada rivojlanyapti. Mana urug' qo'yib. Mana ekranga qanday ko'rinyapti. Mana to'liq urug'lar. Mana shu urug'lar tuxumlari cho'lchanlar o'ta sifat darajada ko'payib lichinka qo'yib. Mana tuxumlar. Urug'lar ko'rinar ekan. Ko'rinadi inshaalloh. Shunday ko'payib cho'lchanamiz sifat darajada begomlar tayyorlab beryapti. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishi uchun o'z hissalarini qo'shasiz. Mana shunday Nasib bo'lsa bir oyga yaqinlashdi o'rganimizga. o'ta sifat darajada urug'lar lichinka bilan cho'lchanlarimiz ko'payadi. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Inshaalloh mana shunday begomlar bizneslarni qiziquvchi o'rtoqlar o'rgatamiz. Endi o'ta sifat darajada cho'lchanlarimiz urug'lab lichinka qo'yib. Lichinkalar. Telefonni qanday mayda lichinkachalar. Kimda qiziqtiruvchi savollar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Mana shunday begomlar biznesini rivojlantirish sirlarini o'rgatib o'tamiz. Mana shunday tuxumlar, mayda lichinkalar bilan cho'lchanamiz